Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. Video uzilib qoldi. Ikkinchi videoni qo'shib yuborishga qaror qildik. Endi qaranglar, ikkinchi videoni glavniy rasmiga o'sha nimani qo'yib yuboraman, ko'rasizlar. Biz o'zimiz olib keladigan brendni, unda ham xuddi o'sha Yanmar motor bilan keladi. Zavod ikki xil. Boyagi aytganim Xinyu zavod, Renakers degan. Bu Shanzong zavoddan keladi. Boyagida sizlar so'ragan o'sha Viamar degan brendlaring, uni brendni biz nima qilmaymiz, olib kelmaymiz. Bizniki o'zimizni brend bo'ladi. Yozuvini o'zimizni yozuvni yozamiz. Shu. Tak. Nima yana masala? Bir ikkita nimalar klientlar qiziqib gruzopodъемni so'rayapti. Pogrushik bo'yicha bu gap. Gruzopodъемimiz qanday aniqlanadi? Pogrushiklarda yuk ko'tarishi. Hamma e'tibor bersin, mana shu videoni ko'rayotganlar shunchaki o'tkazib olmanglar. Kerakli ma'lumotlar aytib ketaman. Har bitta frontal pogrushik o'zini vaznidan 3dan 1ni ko'taradi. Korobkasini turiga qarab, katta korobka, kichkina korobka, o'shaning turiga qarab taxminan 500 kilo raznitsa bo'ladi. Misol, o'rtacha gruzopodъемimiz 10 tonnalik pogrushik 3 tonna ko'tarsa, katta korobka qo'ysangiz, где-то 3,5 tonnalargacha oladi yukni. Qiynalmaydi, chunki korobka qattiq joylarni o'yishga qulay. Bunday qo'porib olishga, ko'p yukni ham nima qilishga, yuk bilan ko'tarib yurishga udobniy. Tak. Bir ikkita nima deyotgan o'zi tushunmaydiganlar bor internetda. O'sha uchun nima deydi, har bitta narsani texnika olmoqchimisiz, mutaxassisdan kerakli narsani ma'lumotni olmasangiz, sizga xatoyingiz qimmatga tushadi. Men nima deydi, palonchi joyda qimmat, bizda arzon demayman. Hamma joyda solishtirib ko'ring, siz o'zingizga kerakli bo'lgan ma'lumotni olinglar. Nima uchun men yuk ko'tarish to'g'risida gapirdim? Gruzopodъемni o'zlaring hisoblab olasizlar. O'shanga qulay bo'ladi. Misol, 10 tonnalik pogrushigingiz o'rtacha 3 tonna 300 yuk ko'taradi. Shundan kelib chiqib, mana bizda 946 modelimiz bor, 7 tonnalik pogrushigimiz. O'sha ham 3 dan 1 nimasini ko'taradi, o'zini vesidan 3 dan 1. 6 tonnaligimiz 2 tonna yuk ko'taradi. Agar kimdadir bunga ishonch hosil qilish uchun ko'tarib ko'rsalarigan bo'ladi. 5 tonnalik pogrushiklarimiz ham bor. U 5 tonnalik 1.5 emas bizda, 1.2. 5 tonnalik pogrushik 1.5 bo'lishi mumkin emas. Sababi, keltirib beraman sababini. Unga qanaqangi motor qo'yishingizdan qat'iy nazar, qanaqa korobka qo'yishingizdan qat'iy nazar, ravnoves degan narsa bor. Muvozanatni saqlab turish uchun oldinda olinayotgan yukni, qovushga olinayotgan yukni orqada protivovес teng taqsimlanishi kerak. Bo'lmasa orqa mos ko'tarilib ketadi. Men o'zim shu 8 yillik stajim bor. Mana shu traktor, ekskavator haydagan uchun o'zim shuni ichida Caterpillardan tortib Volvogacha hamma turini haydab chiqqanman. O'sha uchun sizlarga nima deydi, o'zimni nimamdan, tajribamdan kelib chiqib aytayapman. Men misol bloger emasman. Kim pul bersa, nima telefonni ham, nimani ham, mashinani ham, yengil mashina ham, hamma narsani reklama qilib ketavermayman. Biz o'zimizni mahsulotni reklama qilamiz. O'zimiz shuni ichida ishlab yurganligimiz uchun nima deydi, nafaqat sotish, o'zimiz haydab, amalda remontlari tajribadan o'tganligi uchun boshqalarga tavsiya beramiz. Mavzudan uzoqlashmaymiz. Deganim, 5 tonnalik pogrushik kimga kerak bo'lsa ham, misol, u bizda bor sotuvda 5 tonna 200 mi shunday chiqadi taxminan vesi. 1.2lik nimasi? Kovushasi. U qancha yuk oladi? O'sha 5 tonnani, shuni 5 tonna 200 ni 3 ga bo'lasiz, o'sha yukni ko'taradi. Shu havo chakmanga ortami desangiz, ham ortadi, конечно. Uni balandligi ham shu 3.70-4 metrlarga boradi. Uni narxi qancha? Hammaga narxi qiziq. 6 tonnalik pogrushigimiz $17,000, ya'ni 200 million so'm bo'lganda, bad zakaz. 5 tonnalik pogrushigimiz
Естественно, uni narxi 17 ming emas, 15 ming bo'ladi. Boshqa joylarda nech pul bilmayman. Men bekordan bekor aytmayman. O'zbekistonda eng arzon narx biz beramiz. Boshqa joylarda to'g'ri, nima deydi, internetga kirganingizda men bunday mashhur bloger emasman. Bizning prosmotrlarimiz kam, videoyimiz uncha ko'zga tushmaydi, lekin siz klientga, sizga, ya'ni kerakli narsani biz bera olamiz. Mana shu boshqa joylar bilan solishtiringlar narx-navoni. Men aniq bilaman, любой joyga solishtirganingizda 50 million kamida bo'lmasa 100 million raznica qiladi. Mana olib kelib bergan klientlarimizdan so'ranglar, qanday ishlatyapti. Nima uchun bunaqangi juda katta farq bo'lib ketyapti? Klient puliga kelgani uchun shunaqa narx qo'yiladi. Sababi biz nimaga ustiga qo'ygan natsenkani количествоga ishlaymiz. Ya'ni qanday? Donasidan ko'p sotamiz, o'shani hisobiga ustiga natsenka kam qo'yamiz. Ustiga qo'shimcha qiymatni kam qo'yamiz, sababi u klient puliga keladi o'sha. Любой narsalarni solishtiringlar. Mana 1.8imizni 8 tonnaligi bor, 25 ming, 10 tonnaligi bor, 29 ming, keyin 31 mingga katta korobkaligimiz bor, 2,1 kubalik. U 31 ming, boshqa joylarda 35 mingdan sotyapti, 416 ming, 415 milliondan sotyapti. Keyin ekskavator mavzusida hozir glavniga qo'yib qo'yganman o'sha ekskavatorni. Bu bizning brendimiz. Bu Shanzong zavodidan keladi. Boyagi Xinyu Renakers degan zavodidan keladi. Nima xohlasalar o'sha zavodlarni ham ko'rsatamiz ofisga kelganlar. Demoqchi bo'lganim nima? Ikkalasiga ham Yanmar bu motor. Ikkalasiga ham bir xil motor qo'yiladi. Shu qolgan joylari gidronasoslari porshnevoy, shesтеренчатый emas, ensho emas, enpo qisqacha qilib aytganda. Keyin buni lapalari bor. U narigida yo'q lapalari. Shu xolasingiz 360 gradus aylanadigan qovush ham qo'shib olib kelib beramiz. Самый главный narsa narxi. Boshqa joylarga solishtiringlar. Hamma endi har xil sotadi. Men boshqa joylardagi narxlari uchun javob bera olmayman, chunki boshqa joylarda nech pul sotayotganini men bilmayman. Boshqa joyga solishtiringlar. Bizda 42 ming narx. Mana shu nima Yanmar motori bilan narxi 85 taligimiz 42 ming. Keyin xohlasangiz o'sha 360 gradus nimasi adapterni ham qo'yib olib kelib beramiz. Может $1000 qo'shilar, может $800. Uni to'shnasini bilmayman, uni ham kelishamiz. Telefon qilsalaring. Shu 35 minglik pogrushik nima ekskavatorlaringiz bormi deganlarim bor edi. Ha, bor. Undan ham bor. Xuddi o'sha 6 xil narsa unga ham qo'shib beradilar. Unda oyog'i yo'q, faqat lekin 6 xil narsa qo'shib beramiz. Oyog'ini ham qo'shib bering desangiz, uni oyoqlisi ham bor, undan ham qo'shib beramiz. Boshqa joylarda bunaqangi narsa yo'q. 6 xil narsa degan hozir $3000 dan oshiq narsa sanab tashamiz sizga. Shu 3 xil qovush, adapter, qaychi, gidromolut. Oyog'i desangiz, oyog'ini ham qilib beramiz. Prosta 35 mingligidan bu ancha moshni 8 tonnaligi, u 35 deganimiz 7 tonnalik bo'ladi. Ikkalasidan ham kelsangiz ofisda ham ko'rsataman. Nima videolarini, rasmlarini xohlasangiz shu Telegramda ham tashlab beraman. Hozircha bozorda qadrli yurtdoshlar eng arzon narx bizda. Bu narsani men hech ikkilanmay aytaman, chunki biz bilan tengma-teng narx berayotganlar ham yo'q. Shuning uchun ko'ringlar, hamma joyni solishtiringlar. Avvalo bu o'zlaringning xohishlaring, klient всегда прав deydi. Tanlov sizlardan, taklif bizdan bo'ladi har doim. Shuning uchun hammaga sog'lik, salomatlik. Yana nima? Bizda hech qaysi texnikamiz perigon bo'lmaydi. Bizdagi probeglari 0 probeg. Trallerda keladi. Pogrushiklarimizda ham boshqa joylarda bizga yaqin narx qo'yishi mumkin. $2-3 ming qimmat yaqin. Nimani hisobiga yaqin? Uni haydab kelingan bo'ladi, perigon qilingan bo'ladi. Shuning uchun 1300 kilometrga u texnika haydab kelinadi. Texnika o'zi yurib kelsa 1300 kilometrga o'zingiz bilavering 4 sutka yurgan texnika qanaqa holatga keladi. Shu qadrli yurtdoshlar, savollaring bo'lsa kommentariyaga yozinglar. E'tirozlaring bo'lsa ham, savollaring bo'lsa ham har bitta